Eldor, nimaga o'sha Hojidapani qizi Mavjudaga yo'q deyapsan-a? Ha, binoyde, odobli, aqlli, xushli qiz-ku. Rahmatli. Onam ham o'sha Mavjudani yaxshi ko'rardilar. O'sha begona qizni qayerdan topding o'zi? Opa, yashaydiganman-ku. Yoqtiramanmi? Boshqa qilamanmi? Sizga nima? Menga shu ishxonamdagi qiz yoqadi. Sizni qo'shningiz yoqmaydi. Nima ishingiz bor deysan-a? Rahmatli onamdan keyin ona o'rnida senga ona bo'lib o'zim katta qildim. Birga ishlaymizmush. Halitdan o'sha qizni deb menga qarshi boryapsan. Menga qarang bolalar. Namuncha bu ertalabdan tortishyapsizlar-a? Namuncha. Qizim bolam, qo'yaver. Uylansa uylanaversin. Senga nima? Axir yashaydigan bu-ku. Odamlar chet eldan uylanyapti. Bir joyda ishlashar ekan. Nimasi yomon buni qizim? Dada, siz ham o'g'lingizni yonini olmasdan bunday gapirsangiz bo'lardi. Axir mahallamizda yaxshi qizlar turganda bilmagan, tanimagan qizga uylanma desangiz yaxshi bo'lardi undan ko'ra. Menimcha o'sha qiz ukamni yo'ldan urgan. Shunaqami? Yo'ldan urgan-a? Hech kimni yo'ldan urgani yo'q, opa. Shunchaki bir-birimizni yoqtiramiz, oila qurib, bitta oila bo'lib yashamoqchimiz. Muncha yomon gumonda bo'lmasangiz. Ha, keyin nimaga qo'shnining qizini menga tiqishtirayotganingizni bilaman. U yolg'iz farzand oilasida, onasining hovlisi bor. Mabodo onasi o'tib ketsa, o'sha hovli bizaga qolish kerak. Shunaqami? O'sha onasining uyi bor ekan deb qizi yoqmasa ham uylanurmayman-ku, opa. Mana siz ham o'zingiz yoqtirgan odamga turmushga chiqdingiz-ku. Sen hali meni turmushimni yuzimga solyapsanmi? Dada, oxirgi gapim shu. Men bu to'yga qarshiman. Shunchaki o'zingiz tanlagansiz demoqchiman. Tanlagan qizing senga ma'qulmi? Opa-uka tortishlaringga arziydimi? Dada, u qiz chiroyli, ko'rinishi menga juda ham yoqadi. Fe'l-atvori ham yaxshi, ota-onasi ham o'qimishli, halol, yaxshi odamlar. Shu bitta opamga yoqmayotgan jihati, sharoiti oddiyroq. Bor yo'g'i shu, dada. Men qarshi emasman, bolam. Opangni o'zim ko'ntiraman. Rahmat, dada. Hali kelin bo'lib kelmagan qizni deb men bilan urushib o'tiribdi-ya. Voy tavba. Menga sapchishini qaranglar. Ha, uylanmay keta, landavur. Ha, senga shunday sharoitni tayyorlab beryapman. Ha, uylan, uyli joyli bo'lib qolasan. Ha, kallavaram. Yaxshilik qilyapman, qadriga yetmayapti-ya. Ahmoq bola. Oyi, Nima? chanqadim. Chanqading? Chanqigan bo'lsang bor, suyini ich. Nima bu ahvol, a? Nima bu ahvol? Kiyimlaringni qara. Yo'qtinga o'xshamay o'l. Hay ona qizim, bolam nima aybi bor? Ona o'g'lim, bolamman. Qani bora qol. Bora qol. Hay ona qizim. Baraka topkir. Bolangni nima qilasan urushib? Bilaman. Ukang bilan biroz tortishib diling og'ridi. Menga qara ona qizim. Men taqdir ekan bolam. Qancha jabr chekkanini hammamiz bilamiz. O'sha qaynopang, qaynsinglaring eringni ko'ndirganida alohida chiqib, baxtli bo'lib yashashlaring mumkin edi. Lekin bolam, iltimos, diling og'rigan bo'lsa ham bolangning aybi yo'q. Bolangga xafa qilmagin. Bolangni urishmagin, bolam, bolangni tarbiya qilin, xo'pmi? Dada, bola meniki. Uni qanaqa tarbiyalashni o'zim bilaman. Agar kimnidir tarbiya qilmoqchi bo'lsangiz, ana borib, o'g'lingizni tarbiya qiling.
Zotini tayini yo'q bir begona qizga uylanmoqchi. Ona qizim, qo'y endi. O'zi tanlagan ekan, o'ziga yoqqan ekan, eng asosiysi baxtli bo'lsin bolam. Qo'y endi. Begona bitta yantani olib berib yana hayoti buzilib, bundan ham og'ir tashvishlarga qolib ketmaylik. Xo'p degin, ona qizim. Ko'ndirgin. Xo'p degin bolam. Baxtli bo'lsin. Mana sening ham o'g'ling katta bo'lyapti. Uni ham tashlab qo'ymaymiz. Albatta seni ham baxtli qilishga, farzandingni baxtli qilishga urinib ko'ramiz bolam. Qo'y endi. Bir oilada bunaqa janjal bo'lmasin. Siylay rahm degan gaplar bor bolam. Ko'rib turibsiz-ku dada. Jigarim menga o'tmishimni yuzimga solib turibdi. Begonadan nima kutaman-a? Hamma meni yomon ko'radi. Hech kim meni tushunmaydi. Axir men yaxshilik xohlayapman. Xudo biladi. U kelin kasalmi, o'salmi? Qizim, bo'ldi endi. O'zingni yig'ishtirib ol. Ona qizim xo'p degan. Ukangga yoqqan ekan uylansin, baxtli bo'lsin. Xudo xolasa shuning rohatini ko'rib yuraylik. Seni ham farzanding to'ylarini ko'raylik. Kel endi, qo'na qol. Kuyovingiz ham o'zini gapini o'tqiza olganda ota-onasiga. Men ham sizlarni ko'zingizga yomon ko'rinib, uylarda o'tirmagan bo'lardim. Mayli endi, taqdir ekan. Nima qilamiz? O'zingni bos. Bilaman. Ancha hayoting jabrli bo'ldi. Ancha jabr chekding bolam. Endi bu yo'lga hushyor bo'laylik. Ki ukang o'sha qizini tanlabdimi? Uylanib qo'ya qolsin. Dada, Baxtli bo'lsin bolam. men ham ukamga yomonlikni ravo ko'rayotganim yo'q-ku. Bilaman bolam. Lekin u o'sha qizni yoqtirdi. Birga ishlar ekan, ota-onasi ham bilar ekan, yaxshi qiz deyapti. Ki bolam, sen rozi bo'ya qol. Baxtli bo'lsin. Xo'p degan bolam. Baxtli bo'larmikin dada? Xudo xolasa. Voy, opajon. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom. Sizlarni taraflarda kelinlar peshingacha uxlashadimi? Yo'q. Allaqachon uyg'ongandim, opajon. Ha, allaqachon uyg'ongan bo'lsangiz, tong saharlab chiqib, bilib ishlaringizni qilsangiz bo'lmaydimi? Xo'p bo'ladi. Kechirasiz, opajon. Bu pismiq xo'p deb turishiga qaraganda baloni o'qiga o'xshaydi. Opa. Jamoat jamku. Bitta sen kam. Nima bo'ldi? Opa. Buncha peshingacha uxlamasang, uka. Sen shunaqa peshingacha uxlagandan keyin xotinchangiz ham o'rganib qoladi-da peshingacha uxlashga. Hali soat 8 ham bo'lgani yo'q. Qanaqa peshin? Bugun dam olish kuni bo'lsa. Bu uxlay turgan. Meni uyg'otgani chiqqandi. Voy, darrov yonni olma. Maqib turibsiz? Boring, ishingizni qiling. Xo'p bo'ladi. Farosati ham yo'qmi deyman bu qizni. Opa, oshirib yuryapsiz. Bu o'zi yaqindagina kelin bo'lib tushdi bizning uyga. Sekin o'rganib ketadi. O'rganishni. Topgan qizingni qara. Men aytgan qizga uylanganda kosing oqargan bo'ladi. Kosing oqarmaydi bu qiz bilan, ko'rasan. Nimasi yomon keliningizni? Juda bir ayol kishilar mayda gap bo'ladi deyapsiz. Uylanganmish nomard. Agar men ham shu o'g'limni o'ylamaganimda turmushga chiqib ketgan bo'lardim. Faqat o'gay otani qo'lida qolib ketishidan qo'rqaman.
Nomard. Uy olib beraman degandi. Va'dasini ustidan chiqmadi ham. Qachongacha shu kichkinagina xonada o'g'lim bilan o'tiraman a? Axir bu ham katta bo'ladi-yu. Ukamni o'zini bolalari tug'ilsa, albatta buni sig'dirmay qo'yishadi. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshi keldingizmi? Ha, va alaykum ana qizim. Rahmat bolam. Bu opangiz bilan Eldor o'g'lim chaqiring. Xo'p bo'ladi, hozir. Dadam bilan gaplashib, hech bo'lmasa Eldor 2 xonali uy olib bersin deb aytaman. Bu uyda meni ham haqqim bor-ku. Har holda ota uyim. Opajon, sizni dadajon chaqirayotgandilar. Hozir chiqaman, boravering. Xo'p. Assalomu alaykum dada. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Kel bola o'tir. Kel o'tir. Seni tinchlik xotirjam deb Alloh izniyatlariga yetish. Allohu akbar. Tinchlikmi dada? Chaqiribsiz. Maslahatli ish bor edi. Endi gap bunday bolajonlarim. Eldor o'g'lim. Sen ishing shaharga ko'chyapti. U yerda ijarada yashash oson ish emas bolam. U yoqda uy ham qimmat bolam. Mana shu hovlini sotsang-da, senga alohida bitta uy olsak. Nima? Uyni sotsak? Ha? Dada, o'ylab gapiryapsizmi? Ha, uyni sotsanglar, men bilan Shavkatjon qayerga boramiz? Qolaversa, oyim rahmatlini mana shu uyga mehnatlari singan. Men uy sotilishiga noroziman. Qizim, bilaman. Albatta seni ham uyli joyli qilamiz. O'g'ling bilan seni ko'chaga tashlab qo'ymaymiz bolam. Dada, avvalo meni o'ylaganingiz uchun sizga katta rahmat. Lekin bu uyimizni sotib Toshkentdan uy ola olmaymiz. Toshkentda uy qimmat-ku. Ha, bu gaping ham to'g'ri o'g'lim. Dada, Eldor ishlagani o'zi ketursin. Anora bu yerda qolsin. Sizni xizmatingizni kimdir qilish kerak-ku. Keyin ishlab oyoqqa turgandan keyin Anorani ham olib ketarsan-a, Eldor? Anoraxon, siz ham yo'dmasangiz kerak-a? Ha, mayli. Eldor akam nima desalar shu. Dada, bu masalani yana bir marta o'ylab ko'raylik. Mayli bolam, o'ylab ko'ramiz. Sen hali benim ukamga qaraygan, ha? Men senga ko'rsatib qo'yaman. Ukangizga hech Bu narsa uydan kimdir ketadigan bo'lsa, o'sha odam sensan. Opajon, iltimos. Menga qara. Sen nima? O'ldirib quturaman shekilli, ha? Men senga hali ko'rsatib qo'yaman. Sen hali meni sovunimga kirmayapsan. Men seni hali dabdalang chiqaraman. Qo'rqitib yubording odamni, ne baqirasan? Xayriyat tushum ekan. Odam shunaqa bemavrid vaqtda uxlab qolsa, shunaqa yomon tush ko'radi.
Bo'l, mana bu narsalaringni olganda tezroq pastga tushgin, kutishyapti. Xo'p, xo'p. Kelinglar. Qani, kel. Televizorni qo'yibdi, qayerda edi? Mana. Qani ko'raylikchi nima gaplar ekan. Hay, baraka top. O'g'lim, maza qildik. Kelinni qo'li juda shirin ekan, ovqat ham juda shirin bo'pti. Baraka topsin. Baraka topsin kelin. Voy-voy-a, buncha maqtadingiz dada ovqatini. Nima? Keliningiz kelmasidan oldin shirin ovqat yemayotganmidingiz? Voy, ona qizim, seni ovqatingni ko'p yeganmiz, lekin bu endigina holimizga kelgan qo'li dard ko'rmasa mana shirin, chiroyli ovqat qilibdi-da, maza qildik. Baraka topsin. Qo'li dard ko'rmasa ilohim. Opa, sizni ham ovqatingizni yeb paytida rosa maza qilganmiz. Maqtaganmiz. Dadajon, opajon, oshxonada hamma ishlarni qilib qo'ydim. Menda xizmatinglar bo'lmasa, xonamga chiqib ketmoqchi edim. Ishlarim bor edi. Mayli, bolam, mayli. Baraka toping. Xo'p. Iye, bu nima deganingiz? Xonamda ishim bor demiş. Oshxonani tez borib, yaxshilab tozalab qo'ying. Kecha ko'rdim, chala yarim tozalaganingizni. Ketingizdan tozalash jonimga tegdi. Qachongacha ketingizdan tozalab yuraman? Xo'p. Nima qilasan hadeb kelin dilini og'ritib, chiroyli ish qilyapti, tozalayapti, ovqat qilyapti. Tingani yo'q, butun uy ishlari qilyapti-ku ro'zg'orni. Nima qilasan uni ranjitib nima qilasan? Dada, men nima dedim? Shunchaki ishlarni chala qilibdi. Shuni aytib qo'ydim. Yaxshilab tozalab qilib qo'ysin. Kelin men emasman-ku, kelin u. Xizmatini qilsin endi, yaxshilab. Har holda yaxshi qiz deb uylanganlar. Hey opa, nima qilsa sizga yoqadi shu qiz? A? Nima qilsa? Na issiqqa ko'nasiz, na sovuqqa. Xuddi sizni adam qanaq qilib, ehtiyot qilib katta qilgan bo'lsa, buni ham adasi xuddi shunaqa katta qilgan. Birovni bolasi rahmis keladimi birovga o'zi? Masa aqlli bo'lib ketibsiz. Qo'ying, opa. Uzr, xotinchangizni qo'yni ortib qo'ydik. Ur keldim. Yo'q, men o'zi hech kimga yoqmayman. To'g'ri gapni gapirsam, men hammaga yomon ko'rinaman. Nima qilib o'tiribsan? Tur o'rningda. Qo'y o'tirsin, bir pasda otanchasi bilan. Yo'q, o'tirmaydi lallay. Yur. Hoppa. Hay tavba-ya. Ona qizim, seni fe'li atvoring bilan Elyor o'g'limni hayoti yaxshi bo'lmaydi. Insof bersin senga qizim. Insof bersin. Uyga sotisharmish. Shu paytgacha bunaqa gap bo'lmagan, o'rtoq. Namchi vaqtmi qilasan, Mohira? Sotilsa, senga ham uy bo'ladi. Qaytanga yaxshi-ku. Yo, o'rtoq. Men bu kelinni shunda tashab qo'ymayman. Kerak bo'lsa, o'zim uni uyda yo'qotaman. Qanaqa yo'qotasan? Ustiga ukang uni yaxshi ko'rsa. Xullas, menga yordaming kerak. Qanaqa yordam? Qanaqa yordam deysanmi? Qaynisinglimga qilib bergan doringdan qilib ber. Yo'q, o'rtoq, men unaqa yordam bera olmayman. O'zi o'tgan safar ham shunaqa qo'rqib qil ustida o'tirganman. Men senga yordam bera olmayman. Oxiri yomon bo'ladi, o'rtoq. Nimasi yomon bo'ladi? Hech nima yomon bo'lmaydi. Ana, qaynisinglim o'lib qolgani yo'q-ku. Birozgina jigaridan ozgincha muammo bo'ldi. Bir qo'limdan qoldi-yu. Yo'q, men unaqa ish qila olmayman. Bilasanmi, qancha qo'rqaman o'sha paytda? Menga kelinim bilan xuddi shunaqa sharoit kerak. Yo'q, Mohira, u ham qaynisinglimga o'xshab to'shakka mixlanib qolsa, keyin nima bo'ladi bilasanmi? Ko'rpa to'shak qilib yotsa, keyin bilaman qanaqa ish bitirishni. Men qo'rqaman, qo'y. Agar keliningga bir nima bo'lib qolsa, bilasanmi, meni ham uyim buzilib ketadi. Qo'y, o'rtoq.
Bo'ldi. Ha, o'tgan safar hech kim bilgani yo'q-ku, senga gap tegani yo'q-ku. Qo'rqma. Sen tayyorlab ber, o'zim hammasini boplayman. voy bitta narsani ushlab olsang qo'ymaysan-a. bo'pti, ertaga olib ketarsan kelib. Ha, bo'pti. Opajon, Ha, Olambe. ovqat suzdim. Yuring. Namuncha sizni dardingiz ovqat bo'lmasa. Hali dadam ishdan kelganlari yo'q. Kimdan so'rab siz ovqatni? Haligi Eldor akam qorinlari ochib qopti. O'shanga Voy-vo. Eldor akangizni qorinlari ochib qoldimi? Ha, bu uyda undan ham katta odamlar bor. Dasturxon atrofida o'tirishsin. Kelib, keyin suzasiz. Ajrashib kelgan bo'lsam ham 3 yil qaynona qaynataning xizmatini qilganman. Siz avval ajratib oling. Uyda kimning hurmati balandroqligini. Xo'p bo'ladi opajon. Men qarang. Uydan ko'chib ketish, uyni sotish fikri sizdan chiqdimi? Haligi opajon, ukangizni o'zlari Nima o'zlari? Kecha kelib olib, ukamni burnidan ip o'tkazib oldingizmi? Bilib qo'ying, agar bu uyni sotib meni ko'chada qoldirish bo'lsa niyatingiz, cho'rani xom sanabsiz. Ikkovingizga ham kun bermayman. Siz oldin bitta farzandli bo'ling, bizni xizmatimizni qiling. O'zi uyni sotishdan oldin biz bilan maslahatlashdinglarmi? Agar niyatingiz meni ko'chada qoldirish bo'lsa, bilib qo'ying, ikkovingizni ham kuningizni ko'rsataman. Tushundingizmi meni? Opa, keliningizga g'oz nimalar dedingiz? Gap poylab turganmidik? Unaqa qilayotganim yo'q edi. Ovozingiz qo'lini nariyog'igacha eshitilyapti, opa. Nima? Men bu yerda jonsiz qo'g'irchoqmanmi? Bu meni otamning uyi. Meni ham bu yerda haqqim bor. Agar xayolingda bu uyni sotib boshqa uyga ko'chib ketaman deb o'ylayotgan bo'lsang, xato o'ylaysan. Opa, unda nima qilay? Palon pul to'lab ijarada yashaymi? Keyin yana bitta narsa. Qatta bo'lsa, xotin ham o'sha yerda bo'lishi kerak. Nima? Qatta bo'lsa, xotin o'sha yerda bo'ladi? Xotin o'sha yerda bo'lmasa, o'lib qolar ekanmi? Maslahatni pishirib bo'lib qo'ysizlar. Nima qiling, uylanib xotinimni sizga tashlab ketaymi? Rasa topishibsizlar-ku, Yaxshi. Menga tashlab ket deyotganim yo'q. Otamning xizmatini qilsin. Tushib olib, yoningizga tushib ketmasdan, tayyoriga ayyor bo'lib. Qoyil. Bopladingiz. Ukamni yo'rg'izga yurg'izib qo'yibsiz. Qoyil. Yo'q, opajon. Bu meni ip o'tkazibdi-ya, uka, ip o'tkazibdi. Agar ikkovinglarning niyatinglar meni ko'chada qoldirish bo'lsa, bilib qo'yinglar. Ikkovinglarga ham kun bermayman. Qo'ying, mayli. Men shu yerda qola qolay. Opajonni, dadajonni xizmatlarini qilaman. Siz mayli ketavering. Anora, opamni nimaga bunaqa qilayotganlarini juda ham yaxshi bilaman. Biz bu mavzuni o'zimiz hal qilamiz. Sen aralashma, bo'ptimi? Yo tavba. Xuddi shu holatni tushimda ko'rgandim. Hey. Anora, Labay opajon, namuncha hovlini changitib supurmasangiz. barglar to'kilgan ekan, shularni supurib olayotgandim. O'sha 4 ta bargni shunaqa supuradimi? Qo'lda tervasa bo'ladi-ku. Qo'limda Etti supurish kerak emas. Latdan olib yaxshilab yuvish kerak. Tushundingizmi? Ha. Nima serrayib turibsiz? Boring, yuving. Xo'p, bo'ladi.
Sizga jo'ri urib hamchi, chakagimda chakay qolmadi. Hamma chang yetib bordingiz, befarosat bo'lmay keting. Xudoyo. Hormay Anora. Bor bo'ling opajon. Qatlama qilayotgandim. Ovqat bilan birga yeymiz. Ha, yaxshi o'ylabsiz. Boya mendan xafa bo'lmadingizmi? Yo'q, opajon. Endi hamma joyi o'zingiz tozalaganingizga supursangiz chang ko'tariladi. Shunga qo'lingiz bilan terib qo'ya qoling balki degandim-da. Ha, to'g'ri aytdingiz opajon. Buni ustiga hayotim bunaqa bo'lib qolgan. Ozgincha asabiy bo'lib qolganman. Siz mendan xafa bo'lmang, xo'p? Xo'p bo'ladi. Meni ham kechiring opajon. Mayli, ishlaringizni qilavering. Xo'p. Yana ozroq qo'shsam, uzog'i bilan bir haftada yiqiladi. Bugun 3-kun. Keyin ana kelin kasal ekan deb ukamdan uzoqlashtiraman. Ja, o'lib qolguncha olib bormayman. Kuchi yo'q zahar ekan-ku o'zi bir. Ish qilib tomog'ingiz ham qahrab qolgandir. Me, choy ichib oling? Voy, opajon, sizni ham urintirib qo'ydimi? Yo'q, nega unaqa deysiz? Oling. Rahmat. Zo'r bo'pti choy. Osh bo'lsin. Mayli, siz bemalol ishlaringizni qiling. Men o'g'lim Shavkatjonga qarayman. Bo'ldi, xo'p. Xo'p bo'ladi. Yaxshi o'tiring. Xo'p. Anora? Anora? Anora?
Aya qara, yaxshimisan? Nima bo'ldi? Ha, yaxshiman. Opa! Ha? Nimaga tomog'ingni ushyapsan? Tomog'ing Yana nima bo'ldi? Keliningizni mazasi qochib qoldi, qarang. Tushing, bo'ling. Ko'ngling aynyaptimi, Anora? Hozir. Biror yoqmaydigan narsa yeb qo'ygandir. Anora, nima yedingiz? Tuzumisiz? Aytdim-ku, yoqmaydigan narsa yeb qo'ygandim. O'zi, menga qara, to'ydan oldin doktor-puxturdan o'tganmidinglar? O'tgandik. Hammasi yaxshi chiqqan, opa. Nima demoqchisiz? Hech narsa demoqchi emasman, shunchaki so'radim. Endi balki sendan bekitgan kasali bormi? Rangida rang yo'q. Opa, bu ham birovni bolasi, hech joningiz achimas ekan-da. Voy-voy-ya. Xotin quli. Opa, Anora yaxshimi? Shu ahvoli yaxshi emas-da. Menga qara, Eldor. Tag'in sen buni olib ketaman deysan-a? Qanaqa qilib olib ketasan buni? Na u yerda ishlagandek bo'lasan, na bunga qara olasan. Ayolingni yaxshilab tekshirtirishimiz kerak. Ahvoli yaxshi emas. Yo nima, menga ishonmaysanmi? Nega unaqa deysiz, opa? Ishonaman sizga. Mayli. Anora, yaxshi bo'lib qoldingmi? Ha, ancha yaxshiman. Balki yoqmaydigan narsa yeb qo'ygandirsan. Yo'q. Ancha yaxshiman. Boya ozgina qatlama yegandim. Ozgina ovqat yedim. Yengimidi qatlamang? O'zim pishirdim-ku. Yog'li bo'lganiga ko'nglingni aynitgandir-da. Anora, opamni gaplariga ahamiyat berma. Opam biroz alamzada o'zi. Balki opamni gaplaridan siqilib, shunaqa mazin qochib qolayotgandir. Yo'q. Joyidami hammasi? Ha, hammasi yaxshi. Opam o'zlari aslida juda ham mehribonlar. Faqat turmushdan qaytib kelganlardan keyin ozgina shunaqa bo'lib qolganlar. Ha, bildim. Keyin Anora, yana bitta narsani o'ylab qoldim. Ishlash uchun poytaxtga ketmoqchi edim-ku. Seni ham birga olib ketsam, u yoqda mazin qochib qolsa, yarim xayolim ishda, yarim xayolim uyda bo'lib, ishlashi ham tayini bo'lmaydi deb o'tdim. Shunga sen shu uyda yashaganing ma'qulmikan deb o'ylab qoldim. Buni opajon aytdilarmi? Yo'q, o'zim o'ylab ko'rdim yaxshilab. U yoqda senga kim qaraydi men ishda paytim? Xuddi shunaqa mazin qochib qolsa. Xo'p, mayli. O'zi sezib yuribman. Sizga ham ortiqcha dahmaza bo'lib yuribman. Anora, qo'ysangchi. Sen meni yarim bo'legim bo'lsang, bir umr yashaydigan insonim bo'lsang. Oila degan shunaqa payt bir-biriga turib bermasa, unda qachon bir-biriga kerak bo'ladi? Umuman xayolingdan bunaqa fikrlarni chiqarib tashlagan. Hech qanaqangi og'irliging tushayotgani yo'q. Tushundingmi? O'zi shifokorga ham borishim kerak edi. Bo'pti, olib boraman. Olib borasiz? Ha.
Keling, opa. Bezovta bo'lmanglar, o'tiraveringlar. Anoraxon, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman opajon. Nima qilib yerda o'tiribsiz? Karavotga o'tib yotsangiz bo'lmaydimi, ro'pasa? Hozir opajon. Bo'ldi. Bergan suvimni ham ichmabsiz. Hozir ichaman opajon. Qo'ying endi uni ichmang. Mana, damlama damladim. Shuni oxirigacha simirib ichsangiz, xudo xolisi ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Ko'rdingmi? Opam shunaqa mehribonlar. Senga yetgandimi? Oling, oxirigacha iching. Xo'p, rahmat opajon. Shunaqa mehribonman. Faqat bu uyda meni qadrimga yetishmaydi. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Ozgina shunaqa minnatchilar. Ahamiyat berma, ichur. Xo'p. Nima bo'ldi? Sal taxirroqmi? Endi damlama bo'lgandan keyin ozgina taxirroq bo'ladi-da. Mahira, kızım. Bir kara var. Ona kızım. Labbe dadajon. Anam sal. Başım aylanayaptim deyman maza bo'lmayapti. Kecha anu kelinimga bir damlama qilib bergan ekansan bolam. Menga ham o'shandan biroz qilib bersang ichsam bo'ladimi? O'zimga kelarmidim deyman-da. Dada, Labay. u damlama sizga to'g'ri kelmaydi. U ayollarning dorisi. Siz hozir xonangizga kirib turing, men sizga shifokor chaqiraman. Hozir. Mayli bolam. Mayli. Anora! Opa! Anora! Ko'zingni och. Nima bo'ldi? Anora! Opa, tez keling, iltimos! Ha, nima to'polon? Nima bo'ldi? Bilmadim. Doktorga opa. Nima bo'ldi unga? Doktorga bilmadim. Eldor! Uzoq vaqtda ta'sir qiladigan dori edi-ku. Ish qilib o'lib qolmasin-da. Hay! Nimaga bolalar? Tinchlikmi o'zi? Hay! Nima? Shavkatjon. Nima qilyapsan? Shavkat. O'g'lim. Shavkat. Hey! Mahira! Eldor! Bolalarim bu yoqqa qaranglar. Shavkatjon, bolam. Hey, o'g'lim. Shavkatjon, nima qil? Qaranglar bu yoqqa. Shavkat. Nima qildi bunga? Shavkatjon, bolam. Bolam, nima qildi senga? Bolam, nima qo'yding? Dada!
Bolam zahar ichib qo'ydi. Nima? Zahar? Tez yordamga qo'ng'iroq qiling. Jo'kacha bolam ko'zingni och. Bolam. Hozir tez yordamga qo'ng'iroq qilaman. Hozir. Hey. Opa. Yaxshimisiz? Jiyanim yaxshimi? Nima bo'ldi? Bola og'ir reanimatsiyada yotibdi. Yo'q. Endi o'g'lim o'lib qolmasmikin? Yo'q, opa, nega o'ladi? Bizni qo'limizdan kelgan hamma yordamni qilamiz. Xudo xolisa, Alloh shifo bersa, o'g'lingiz oyoqqa turib ketadi, opa. Faqat siz yig'lamang, siqilmang. Anora yaxshimi? Yaxshi. Doktorlar zaharlangan deyishyapti. Zaharlangan? Endi o'zi ham fast food ko'p yeydi, gazli, shakarli ichimliklarni ko'p iste'mol qiladi-da. Balki shundandir. Mayli. Sen borib unga qaray qolgin. Bu narsa kerak bo'lsa, menga aytavering, xo'pmi? Xo'p. O'z boshimga o'zim kulfat sotib oldim. Bir parchagina yer talashib, begunoh kelinimni yo'q qilmoqchi bo'ldim. Uni ukamga yomon ko'rsatdim. Mana oqibati nima bo'ldi? Bolamga urdi. Ey Xudoyim, meni o'zing kechir. Farzandimni o'z panohingda asra.